eshitib ko'rdi, men yosh bolaman o'sha yonidagilar aytdi, boshqa kasb qilganing ma'qul dedi. Ovoz yo'q senda hech qanaqa dedi. Yangi borganman madaniyat texnikumi. Shunda tanishib qolib, shu uchrashuv metroda bo'lgan. Bugun bizni qildi begona muhabbatning achchiq dog'lari. Borsam ovoz chiqmaydi kechqurun. Umuman ovoz yo'q. Yonimdagi qo'shiqchi o'sha payt kasal bo'lib qoldi. Skora olib ketdi uni. Buxgalter bo'lgan derdi menga. Bu rasm chizishing ham, ashulang ham bu kasb emas derdi-da. Anvar sanayapman, aynan ana shu qo'shiqlarda ilhomlangan bo'lsa kerak. Yulduz bo'lgani uchun xursand bo'lamiz, lekin tanbeh berishga nima qilamiz? Ko'rdim yuzingni, divona bo'ldim. Aql o'qishimdan begona bo'ldim. Baribir davr o'tishi bilan hamma narsa sekin orqaga qarab ketaverar ekan deyman-da. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Ayni fursatlarda poytaxtimizning soati 21:35 daqiqa o'tmoqda va ushbu fursatlardan boshlab siz Toshkent telekanalining jonli efirlarida Xiyobon dasturini tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Studiyada men Nozimjon Mo'minov hamda hamkasbim Kamoli Nasimov. Assalomu alaykum. Sog'inchlar, esdaliklar va yoqimli xotiralar haqidagi Xiyobon dasturi yana siz bilan birga. Barchangizga xayrli oqshom tilaymiz. Va albatta Kamoli bugun ham tomoshabinlarimiz bilan birga yaqin o'tgan yillarning yorqin xotiralarini birgalikda esga olamiz. Va Xiyobonning bugungi mehmoni siz sog'ingan ijodkorlardan biri, mohir xonanda va sozanda Umar Sanayev bo'ladilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum Umar aka. Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Sog' omonmisizlar? Xush kelibsiz Umar aka, yana rahmat. Bugun mana shu Xiyobon dasturida bizni tomosha qilib turgan tomoshabinlarimizni, sizning muxlislaringizni, ayniqsa o'rta va katta avlod vakillarini mana shu olis bolalik yillariga yetaklashni niyat qilganmiz-da. Va albatta mana shu niyatimizni amalga oshirishda sizning xotiralaringiz va qo'shiqlaringiz, jonli ijrodagi qo'shiqlar, musiqiy yozuvlardan foydalanamiz va albatta o'sha olis bolalikda xotiralarini birgalikda esga olishga harakat qilamiz. Rahmat. Biz dastur mehmonlar bilan suhbatni odatda bolalik xotiralardan, umrning o'sha eng go'zal pallasi hisoblangan beg'ubor bolalikdan boshlaymiz. Bizga ma'lum bo'lgani, siz Samarqandda o'sib, ulg'aygansiz. Paxtachi tumani, demak bu Navoiy va Samarqand chegarasidagi tuman. Shunda. Bolalik haqida gap ketganda ko'z o'ngingizda nimalar gavdalanadi? Yoshlik chog'larimizda onamiz aytardi, bobong baxshi bo'lgan, shu do'mbira chalib qo'shiqlar aytardi derdi. Shundan keyin akamlar sababchi bo'lib, o'sha baxshilik nimasi bizlarga ham yo'qdi shekilli. Katta akam Murod Sanayev, kichkinasi Ismat Sanayev, katta akamiz til adabiyot o'qituvchisi edi. Ismat akamiz u ham oliy ma'lumotli shoir, hozir ham she'rlar yozadi, ko'p she'rlar, qo'shiqlar qilganmiz. O'shalar ustozim bo'lgan, birinchi ustozim meni. O'sha paytlar paxtalarga chiqqanimizda birga paxta terib, san'atkorlar to'g'risida ko'p gapirardi. Ya'ni eshitganingizni, ko'p eshitganingizdan keyin o'sha narsaga mehr qo'yar ekanda inson. Keyin maktab davrida maktabga borganimizdan keyin ustozlarimiz Komiljon Otaniyazov o'sha paytda endi eng bizlar sevib eshitadigan san'atkorlar, Faxriddin Umarov, Tavakkal Qodirov, Nazirjon Nazarov, Dadaxon Hasanov, Komiljon Baratov, mana shular qo'shiqlarni eshitib katta bo'lganman men. O'sha paytda bu san'atkorlarning eng gurkiragan paytlariga to'g'ri keladi. Shundoq, sanoqli san'atkorlar, eng yuksak san'atkorlar edi ular. O'shalarning qo'shiqlarini aytib, maktablarda Hamza Hakimzoda Niyoziy kitoblar, Furqat kitoblaridan ular aytgan she'rlardan foydalanib, o'zimiz xursand bo'lib, shu maktab tadbirlarida ijro etardik. Shunday katta bo'lganmiz endi yoshlik davrlarida. Mehnatda ko'p bo'lganmiz, o'zingiz bilasiz.
paytda bilan hozirgi paytda ancha farqi juda katta. Demak, o'sha paytlarda san'atga mehr uyg'ongan, aynan shu davrlarda sizda. O'sha paytda nimalarni orzu qilgansiz? O'sha san'atkorlardek qo'shiqlar eshitsam, aytibkin radio televidenlarda men ham qo'shiqlarim chiqarmikan degan xayollarda bo'lganmiz baribir. Umid bo'lgan. Keyin bolalikda akalarimiz rasm chizishga meni havas uyg'otgan. Mahoratli rassomsiz, buni yaxshi bilamiz. Rahmat. Undan oldin shaxmat shashkaga ham mehr qo'ydirgan. Shaxmat oldin shashkadan boshlaganmiz. Yaxshi o'rganganman uni ham. Rayonda birinchi o'rinlarni olganman shashkadan. O'sha payt 4-sinf edim. Maktab davrida ham rasm chizardik. Darslardan chiqib olib tadbirlar bo'lsa, o'sha qo'shiqlarimiz qo'shiqlar bilan qatnashar edik. Maktabda o'qib yurgan paytimizda Layla degan qo'shiq chiqib qoldi dadaxonakani ijrosida. Juda ham mashhur bo'lgan. Juda ham mashhur bo'lib bu qo'shiq. Bu qo'shiqni dadaxonakadan keyin televizorda Tavakkal Qodirov ijro etdi. Hatto shunday bo'luvdiki, men endi yosh kattalar eslasa kerak, Nasiba Qambarovamidi diktor bilmam o'sha payti. Tavakkal Qodirov Laylani aytdi, aytgandan keyin xalq shuni yana istayapti deb qayta yana ikkinchi marta aytgan payti bo'lgan. Shuni eslasa kerak u kishilar ham. Jonli efir bo'lgan. Jonli efir bo'lgan. Shu dadaxonakaning eng yaxshi qo'shig'i Layla bo'lgani uchun keyin qolgan qo'shiqlarga mehr qo'yib, o'sha paytda keyin avjlarni juda baland olib, chiroyli aytgan, endi bizlar uchun juda chiroyli aytgan hisoblanardi-da. O'shandan keyin mehr qo'yib shu qo'shiqlarni o'rgandim. Maktabni tugatganimizdan keyin Toshkentga Murod akamiz olib keldi, katta akamiz. To'g'ri Muqimiy teatriga olib keldi u kishi. Razoq xalq artisti Razoq Hamrayevga uchrashdik. U kishi eshitib ko'rdi-da, filarmoniyaga boringlar dedi. Filarmoniyada Gavhar Rahimovaga uchrashinglar dedi. Keyin u kishiga uchraganimdan keyin ashulamni eshitib ko'rib, konservatoriyaga Rahim degan rektorga xat yozib berdi. Borib uchranglar dedi. Bu bolani olinglar, talanti bor degan mazmunda xat yozib berganiga borib uchradik. U kishi ham eshitib ko'rdi-da, seni 2 yil tayyorlov kursida o'qitamiz, ana undan keyin o'qishga olamiz. Chunki ma'lumot yo'q senda muzika tomonidan dedi, menga aytdi. Keyin akam bilan o'ylashib qaytib ketdik-da, rassom bo'lib ashlaysa ham bo'ladi-ku degan akam ikkalasi o'zlaricha suhbat qilib shunga qarorga keldi-da. Keyin Beshyog'ochdagi rassomlik bilim yurtiga dokument topshirdik keyin. Hujjatlar demak o'sha. Men hujjatlarni topshirdim o'shanda. O'sha paytlarda televizorga chiqishga juda ham havasingiz bo'lgan deydi. O'sha bolalikda bilasizku, u chiqsam shov-shuv bo'lib ketadi, hamma ko'radi degan nimalar. Ayniqsa qishlog'imizdagilar ko'rishadi, ota-onalar, yaqinlar, qo'ni-qo'shnilar. Shunda. Bu endi boshqacha hisda baribir endi. Shunday bo'lardi. Havas qilganmiz. Televizorga keyin keldim, bir xorazmlik Shonazar degan kursdoshim bilan, u ham rassom edi. Keldik-da, o'sha paytlar Anvar Isroilov shoir o'sha kishi ham ishlardi. Yana boshqalar Xusoyd, Badiiy Sovet bo'lardi o'sha yerda. Badiiy kengash. Eshitib ko'rdi, men yosh bolaman o'sha payt. Keyin yonidagilar aytdi, boshqa kasb qilganing ma'qul dedi. Ovoz yo'q senda hech qanaqa dedi. U ovoz ichkarida bo'ladi odamda dedi. Endi hozir qaysi birovi eslay olmayman. Nima Hafsalar ilk qadamlaringizda tanqidlarga uchragansiz. Shundan boshlagan. Ta'sir qildimi bular sizni ijoddan begona bo'lishingizga yoki unga yaqin bo'lishingizga sababchi bo'ldi? Yana qayta shunga harakat qilishga undadi-da meni. Hali ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Shuni kurashga to'ymaysiz. Qaytib ehtimol o'sha paytda ovozimda xirillash bo'lgandir endi. Hayajon bo'ladi baribir yoshlik, hali yosh katta ulug' san'atkorlarning oldiga yosh bola kelganda bizdan boshqacha bo'ladi. Tizzalari salobati bosadi. Hatto tizzalar qaltiragan paytlar ham bo'lgan. Keyin xafa bo'lib ketdik. O'sha o'rtog'im aytdi, "Sen dedi Komiljon Otaniyaz uyga boraman" dedi. Men sira ishonmadim, aytdim. "Komiljon Otaniyaz bu buyuk yoshligimizda eshitib yurgan san'atkor, shuni aytdi-da qo'ydi" dedim. Yo'q, keyin paxtaga borib keldik, o'sha paxtaga chiqardik Jizzaxlarga. Paxtadan kelgandan keyin yurdi-da, olib boray dedi. Komiljon Otaniyaz uyga bordik. Shu bo'lgan voqeani aytib berdim. Men shunaqa televideniyega bordim, shunday bo'ldi. Ovozing hali yaxshi emas dedi dedim. Yo'q dedi.
senda ovoz to'xtami bular hali dedi. Hali ovozing to'xtamagan sen. Birov bundan keyin so'rasa, Komiljon otanyapti, uyga qatnayapman desang bo'ldi dedi. Ovozing hammasi joyida bo'ladi dedi. Hali yoshsan dedi. Shunday qilib yana xursand bo'lib san'atni davom ettirganmiz. Demak, suhbatimizga yana ham kirishib olish uchun qo'shiq eshitsak, Layloni eshitamizmi? Eslab o'tdik mana hozir yoki boshqa Layloni biroz turib eshitsak. O'zlarini qo'shiqlaridan bittasini. Men mana sizni shaxsan taniganim Inonma qo'shig'i bilan taniganman. Mana shu qo'shiqdan boshlay qolaylik, bo'lmasam keyin yana qolgan qo'shiqlarni ham navbatda eshitamiz. Marhamat. Inonma qo'shig'i. Hozir yaqin o'tmishga qaytib ijodingizdagi ajoyib qo'shiqlardan birini Inonma taronasini birgalikda tingladik. Kamoli men aytdim, bu qo'shiqni Umar akani ilk tanishimga sabab bo'lgan qo'shiq bo'ldi deb. Mana siz endi menimcha birinchi marta eshitdim. Sizda qanaqa taassurotlar masalan mana shu qo'shiq? Juda ham bir raqs pop, ko'ngilga, quloqqa tez o'rnashadigan qo'shiq ekan. Yana nimasi bo'ladi? Men bilasizmi mana Umar aka birinchi eshitganimdan toki hozirgacha necha marta eshitsam, tog' yonbag'irlaridagi yo'llar, kengliklar yoki bo'lmasam yaylovlar, shunaqa manzaralar ko'zim oldida gavdalanadi-da. Balki qo'shiqda ohangi bilan bog'liqmi, nolalari bilan bog'liqmi, bilmadim. Balki siz o'sha mana shu kengliklarda ulg'ayganingiz uchun balki shu ijodingizga ta'sir qilgandir. O'zingiz o'sgan joydagi muhit, o'sha paytdagi o'sha joydagi tabiat, siz yuragingizga joylashgan tuyg'ular mana shu qo'shiq bo'lib chiqqandir deyman-da. O'zingiz nima deb o'ylaysiz shu haqida? Bu qo'shiqning yaratilishi
Sabriy Nasrulloh Sabriy degan kishi bo'lardi. Gran plastinkada chiqadi degan joyda ishlardi. Shuni kitobidan foydalanganman-da, poyezdda uyga qaytib ketayotgan paytimda o'qib ko'rib, shu poyezdda yaralgan bu qo'shiq. Ayrim qo'shiqlar bor, yillab qo'shiq bo'lmaydi-da. Masalan, harakat qilasiz, chiqmaydi, yaxshi ko'ngilingizda chiqmaydi. Lekin bu qo'shiq shu bir qaraganda qanadir o'zimga mos bo'lib qo'shiq yaratilgan. Shundan keyin tor doirada nima qilib, ansambllarda chalib, to'ylarda chalib, shu to'ylar insonni pishiradi-da, bunday to'yda qancha qilsangiz, hali xalq sizni yaxshi qabul qilgandan keyin sizni maqtov hammaga yoqadi deydi. Albatta. O'shaning uchun yaxshi aytyapsan, mana u yaxshi degandan keyin to'ydan qaytib kelgandan keyin ham qanaqadir bir yangi qo'shiqlar yaratishga odamda imkoniyat bo'ladi. Paxtachi tumani mana qishloq hudud, qolaversa mana Navoiyga qo'shni. Va mana shu yurtga bo'lgan muhabbat, mana shu ona shaharlarga bo'lgan muhabbat ham ijodingizda alohida o'rin tutadi-da. Shulardan bittasi mana Navoiy shahrim meni qo'shig'i oddiy. Bu qo'shig'ingiz bor, juda o'ziga yarasha bir ohanglari chiroyli, nolalari chiroyli, so'zlari, ta'riflari juda ham chiroyli bo'lgan qo'shiq. Hozir shuni jonli ijroda agar eshitsak. Rahmat. Bolaligimizda bizga Navoiy shahri 14 kilometr. Chegaradan yashaganman-da. O'shaning uchun bolaligimiz Navoiy shahrida o'tgan. Shuning uchun mana akamiz Ismat Sanayev Navoiy shahrim mening qo'shig'ini yozgandan keyin qo'shiq harakat qilib, ijod qilib qo'shiq qilganmiz buni. Qiz bibi yon boshida, qiz bibi yon boshida, cho'limalik qoshida, navqiro shu yoshida, Navoiy shahrim mening, Navoiy shahrim mening. Navqiro shu yoshida, Navoiy shahrim mening, Navoiy shahrim mening. Nur o'ynar tog'larida, yashlagan chog'larida. Nur o'ynar tog'larida, yashlagan chog'larida. Sayr etsam bog'larida, ochilar bahrim mening, Navoiy shahrim mening. Sayr etsam bog'larida, ochilar bahrim mening, Navoiy shahrim mening. Quyosh nurin yo'llagan, Toshkentimiz qo'llagan. Quyosh nurin yo'llagan, Toshkentimiz qo'llagan. Kundan kunga gullagan, Navoiy shahrim mening. Kundan kunga gullagan, Navoiy shahrim mening. Poyida sho'x zarafshon, qanoti qush sharafshon. Istiqboli nurafshon, Navoiy shahrim mening, Navoiy shahrim mening, Navoiy faxrim mening. Rahmat. Navoiy shahrida bo'lmaganman, lekin qo'shiqni tinglab, uni tog'lari, bog'lari haqida eshitib, uni bir bor ko'rish istagi menda paydo bo'ldi. O'z odatda qo'shiqlar ishq, muhabbat, sevgi, sadoqat haqida bo'ladi, lekin aynan shunday mavzuli bir joylarga bag'ishlangan qo'shiqlar ham insonlarga bir boshqacha kayfiyat ulashadi mening nazarimda. Vatanga muhabbat hissini yanada jo'shiradi. Mana shu ohangni eshitganda bilmayman, odamning ko'nglidan nimalardir kechadi, nimadir g'alayonlar kechadi. Mana shu uslubingizda, mana shu ohanglarda. Lekin mana shu g'alayonni nima ekanligini odam
so'z bilan tushuntirib bera olmaydi-da. Shuni siri nimada ekan? Sharq afg'on qo'shiqlarini bir ohanglarini eslatadi. Bilmadim. O'zingiz shunga ozgina izoh berib o'tasizmi? Chin yurakdan o'zingiz berilib aytganingizdan keyin shu boshqalarga menimcha shu sizni o'sha mehr qo'yib aytgan narsangiz boshqalarga ham shunday tuyulsa kerak deb o'ylayman-da men o'zim. Bolalikda men afg'on qo'shiqchilaridan ko'p eshitganman. Shularga mehr qo'yganmiz. Ahmad Zoir, Og'ay Xiyol degan san'atkorlar bilan qo'shiqlar, shularni qo'shiqlarni ko'p o'rganganimdan keyin Komiljontanov, Faxr Dumarov, Dadaxon Sanov, Nazirjon Azab bular hammasi qo'shilib uyg'unlashtirib shular menda ozgina bo'lsa kerak deb o'zim o'ylayman. Yoshlik paytlarida, beg'ubor paytlarda birinchi muhabbat degan tuyg'ular kirib keladi yurakka. Atrofga boshqacharoq ko'z bilan qarashni boshlaydi odam. Ana shu paytlar sizda qaysi davrlarga to'g'ri kelgan? Usta baribir hamma narsa qiziqarli bo'ladi, bilasiz. Intilishlar. Keyin uni tugatganimdan keyin paxtasiga qaytib ketishga to'g'ri keldi. Uylandim. Onamiz bilan birga yashaylik deb ketvardim nimaga. O'sha yerdagi oilaviy ansambl tuzdim. Ko'mlarni hammasini yig'ib, o'zim gitara torda, Ahmad degan ukamiz bo'lardi, u akordionda, Sanjar ukamiz sintezatorda, Kamol ukamiz baraban olib berdim. Hammasi Toshkentdan kelib hammasini olib ketganman shularni-da. Keyin to'ylarga chiqib o'zimiz qo'shlarimiz aytganimizdan keyin odamlarda qanday yangilik bo'ldi-da. Shunday bo'lib ketdiki, 3 oylab kalendarlar to'lgan o'sha paytlar. To'ylar bilan, tadbirlar bilan. Shunday kunlar bo'ldi. Siz bormasangiz bo'lmaydi. O'zim maqtagandek bo'layapti. Yo'q, biz boshqa tomonlardan ham eshitganmiz. O'z davrida shu Samarqand atroflaridagi o'sha tumanlardagi to'ylar siz o'tmagani haqida biz boshqalardan ham boshida borib bersangiz bo'ldi, bir ochib bersangiz, ochib bersangiz bo'ldi, qolgan yoningizda shogirdlaringiz aytsa bo'ldi dedi. Men aytdim, yo'q, qiynalib qolaman desam, bir kunda 3 ta to'y o'tkazishga to'g'ri keldi. 2 ta nikoh, bu Xatirchi rayonida bo'ldi bu. 3-inchisi o'g'il to'yi edi. 2 ta to'yni eson-omon o'tkazdik. Havo issiq, shamol esib turadi baribir. 3-inchisiga borganda bilmaysiz endi, yo'l uzoqlik bo'ladi, orasi bo'ladi. Borsam ovoz chiqmaydi, kechqurun. Umuman ovoz yo'q. Bu paytda fonogramma degan narsalar yo'q, fonogram bo'lsa qani? Vaziyatdan. Fonogram bitta yarim chiqqandi, lekin iloji to'ylarda qo'llash imkoni yo'q. Odamlar xohlamasdi uni. Yonimdagi qo'shiqchi o'sha payt kasal bo'lib qoldi. Skora olib ketdi uni. Kimga nima qiladi? To'y muzika bilan o'tdi. Juda katta to'y endi. 20 yilda farzand ko'rganman dedi kishi. O'sha bormasang bo'lmaydi turib olgan. Men aytdim, yo'q, to'g'ri tushuning. Qiynalamiz, o'tkazolmaymiz. Yo'q, faqat borsangiz bo'ldi, yoningizdagilar o'tkazadi. Mana shunday to'ylar o'tkazolmaganman. Keyin o'ziga aytdim, men ko'rdingiz, meni bo'lmadi, ovozimizmi qoldi. Yo'q, keldingiz bo'ldi dedi. Men roziman dedi. Shunday kunlarimiz ham bo'ldi. Maraka, ana shunday xalqning mehriga, sazovor bo'lishingizga qaysi qo'shiqlaringiz sababchi bo'lgan? Ana shunday ommalashib ketishga to'yma-to'y mana sizni chaqirishlariga. O'zimni yaratgan o'sha ustozlarning yordamida, ya'ni hali aytgandek qo'shilib hammasi o'zimni yaratgan qo'shiqlarim, yangi qo'shiqlarim, o'sha o'zimni yaratgan qo'shiqlarim sabab bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman-da. Demak, ijodingiz bilan qandaydir yangi ohanglarni olib kirganlarda? Yangilik, qanaqadir ular uchun yangilik bo'lgan. Shunaqa. Zarrumol degan qo'shiqlar soni juda ko'p edi. Yangilik ham qilganman-da. Ha, albatta. O'sha yangilik gitaralar bilan chalib, bari o'zingiz birovni qo'shiqdan ko'ra o'zingiz qo'shiqni aytganingizdan keyin bari e'tibor beradi-da odamlar, xalq. Bari o'zimizda yurakdan o'zimiz qiziqqanmiz, o'shanga qiziqqanman-da, masalan. Masalan, pul daromad uchun emas, men hozir ham masalan men o'zim uchun ijod qilaman-da, bari ijod qilaman o'zim uchun. O'zim yayrayman. Yaxshi, nima deydi, kayfiyat bo'ladi insonda. Tirikchilik uchun emas, balki o'zingizni o'sha zavqlanishingiz, ko'ngil uchun. Tirikchilik bo'lganda qachonmi qoldirib boshqa ishga ham bo'lardim. Keyin bekor paytlarim rassomman, endi asli kasbim rasmlar chizib turaman. Hurmatli Abdulhaq Abdullayev, rahmatli Abdulhaq Abdullayev ustozim bo'ladi.
Navoiy portretlarini, Atilla portretlarini, ko'p yozuvchilar, san'atkorlarni portretlarini ishlagan. Shuni uyga qatnardim. Shu o'qigan paytlarim. O'zi chizgan narsalarni, Hindistonlarga borib chizib kelgan narsalarni menga qo'yardi-da, portretlarni. Qayta ishlagin derdi, shularni ishlardim men. Shularda ta'sir bo'lar ekan insonga baribir. Endi shular ustunlik qilgandan keyin rasm qolib ketib qoldi-da. Agarda ustunlik qilmay ikkalasini birga olib borganimda boshqa bo'larmidi? Qiyin lekin juda qiyin. Xalq asosan ashulamdan ko'p zavq olib, shunga talab kuchli bo'lgandan keyin rasmga uncha e'tibor bermay qo'ydim-da. Endi hozir kunlarda endi chizib turamiz, bitayarim. Endi qo'shiqchilik san'ati o'zi baribir rassomlikka qaraganda ancha ommaviy san'atda endi. Ko'pchilikning ichida bir paytning o'zida olqishi bor, ko'pchilikning e'tibori, nazari osonroq deysiz-da. Rasmda bir joyda o'tirib, mana endi rasmni davom ettirsam yaxshi bo'lardi degan narsa mana ko'nglingizda o't ekkanini aytyapsiz. Yana nimalarni boshqacharoq qilganingizda yaxshi bo'lardi? Meni bitta erisha olmagan narsam shuki, o'zimda reklama qilish nasib qilmadi menga. Televizorlarga ko'proq chiqishga shu qanaqadir nasib qilmadi-da shu narsa menga. Armon deb qolgan narsalar shular endi. Nima bo'ldi? O'sha paytda xalq orasida sizga talab ko'p bo'lgani uchun shundoq ham xalq orasida to'ylarda yuribman-ku degan bir o'zingiz ko'nglingiz to'q bo'lgan bo'lsa kerak. Shunday. Shu bilan nima bo'lib qoldik-da, o'rnashib qoldim-da, shekilli o'ralashib qoldik-da. Demak, ekranga chiqishga u qadar ko'p qiziqmagansiz, to'g'rimi? Vaqtida. Oilaviy sharoit, hali siz aytgandek, o'sha to'ylarda chiqib ijod qilib yuraverganmizmi ehtimol. Shu uchun ham ko'p radiolarda zapislar qilganmiz, qo'shiqlar nima qilganmiz. Ustozimiz Nuriddin Aminjonov yoshlar bilan ishlaydigan bo'lim boshlig'i edi. O'sha kishi ko'p yordam bergan qo'shiqlarimizni badiiy savoddan o'tkazishga. Nasib qilgani shu bo'lgan bo'lsa kerak-da endi. Lekin albatta xursand bo'lsa, quvonsa arzigilik qo'shiqlaringiz, ijodingiz bor, to'plamingiz bor. Va boya mana ilk muhabbat haqida Nozim aka savol berdilar. Biroz boshqa tomonga ketib qoldik. Lekin boshqa tomonga biroz ketishga harakat qildingiz. Qochdingiz, lekin bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, ayni sevgi qissangiz ham juda mashhur va unda shu Paxtakor metrosi bilan bog'liq jihatlar ham bor. Turmush o'rtog'ingiz, rafiqangiz bilan qanday tanishgansizlar? Demak, men o'zim bilmagan holda nozik bir mavzuni qo'zg'ab qo'yibman-da. Madaniyat texnikumida dars bergan paytimda o'sha nozik ayolimiz Faridaxon ular o'qirdi, o'sha yerda bibliotek bo'limi bo'lardi. Kutubxona. Kutubxona bo'limi bo'lardi. O'shanda o'qirdi. Ularga dars berganman men. Ustozlar bo'lgan. Naqqoshlikdan dars berganman-da. Bir kirasi o'sha payt. Yangi borganman madaniyat texnikuma. Shunda tanishib qolib, shu uchrashuv metroda bo'lgan. Paxtakor metrosi uchrashuv. Shaxsiy uchrashuv. Shunda. Shu sababli hayot ham qiziqarli bo'lganda. Va oila qurdingiz. Oila qurdik. Mana hozir 2 qizimiz bor, o'rtada Jahongir o'g'limiz bor. Bari oliy ma'lumotli. Ishlab yuribdi. Sog' salomat bo'lsin. Nevaralar bor. Mana farzandingiz Jahongir haqida aytib o'tdingiz. Jahongir ham yaxshigina san'atkor, siz o'zingizdan borib, hozir o'zini asosiy faoliyatdan tashqari, demak, havas sifatida, qiziqish sifatida xonandalik ham qiladi. Shunda, to'g'rimi? Va o'zi umuman mana shu suloladan, mana bobomiz baxshi bo'lganlar deyapsiz. Mana shu suloladan o'zi nechta san'atkor chiqdi, Umar aka? Sanayevlar. Bu ham ko'pchilikka qiziq. Sanayevlar sulolasi, rahmat. Mana bobomiz baxshi bo'lgan bo'lsa, otamning ham yaxshi ovozi bo'lardi. Endi otamiz soliq sohasida ishlagan. Shuning uchun menga doim san'atkor kasb emas bu derdi. Otam qarshi edi lekin. Jiddiy qaramaganlar san'atga. Yo'q, jiddiy qaramagan. Buxgalter bo'lgan derdi menga. Bu rasm chizishga ham, ashulanga ham bu kasb emas derdi-da. Shunday derdi lekin Ismat akamiz shoir vaqtda o'zi ham qo'shiqlar aytgan. Shular masalan akam san'atkor desa ham bo'ladi, endi vaqtda nima qilgan. O'g'illar Anvar Sanayev,
muhabbat kuychisi Anvar muhabbat Sanayev kuychisi. xalqimiz juda ham Boshida yaxshi o'zim ko'radi. sababchi bo'lgan to'ylar maktab davrida to'ylarga olib chiqib sal pishirganmiz nimasini. Shu doira chalib, qo'shiq ham aytardi o'sha paytlari. Keyin ukasi Sanjar Sanayev u sintezator akordeon chalardi. Oilaviy ansambl tuzganman degan katta Murod akamiz o'g'li Kamol Sanayev bu ukamiz baraban chalardi. Doira chalardi. Amakimni o'g'illari bular ham akordeon chalardi. San'atkorlar. Demak, 10 ga yaqin o'g'limiz shunday to'g'ri keladi. 10 ga yaqin san'atkorlar Jahongir mana bu davom ettiryapti hozir. Jahongir mana davom ettiryapti. 4-5 kishi bo'lib qoldi. 10 ga yaqin. Va yana bitta qiziq narsa hozir dadamiz jiddiy qaramaganlar bu kasbga, bu sohaga deganingizga hozir hayolimga keldi-da. Keyinchalik mana siz ulg'ayib to'ylarda xalq orasida mashhur bo'lgan paytingizda yoki bo'lmasa shu Anvar Sanayevni katta stadionlarni titratib konsert bergan paytlarini ko'rish nasib qildimi u kishiga? Va agar ko'rgan bo'lsalar, qanaqa munosabatda bo'ldi keyinchalik? Otamgami? Yo, nasib qilmadi. O'tib ketgandi. Faqat menga shu Navoiy shaharlardan katta vazifada ishlaydigan kishilar kelib, o'g'lingizni ruxsat bering, shu mana bu xizmat bor to'yimizga 3-4 ta ashula aytib bersin degan paytlardan keyin otamda yumshoqlik paydo bo'ldi. Keyin qanaqadir o'zgardi keyin. Undan oldin kerak emas dedi. Rasm ham kerak emas, ashula ham kerak emas dedi. Demak, qaysi sohada bo'lsa ham odamlarning koriga, xalq koriga yarayapti-ku degan bir ko'ngil to'lgan bir ko'ngil to'qlik paydo bo'lganda. Shunda. Biz hali telefon raqamlarimizni e'lon qilmasimizdan avvaloq sizning muxlislaringiz telefon qilishni boshlashibdi va biz ularni efirga bog'laymiz. Assalomu alaykum. Marhamat, efirdasiz. Assalomu alaykum. Xiyobon ko'rsatuvining ijodkorlari. Assalomu alaykum. Umar aka, yaxshimisiz? Rahmat. Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Navoiy shahridan telefon qilyapman. Umar akaga murojaat qilishdan avval mana shu Xiyobon ko'rsatuvi samimiy ko'rsatuv. Boya bir Umar aka aytgan qo'shiqni aytdingizlar-ku, nima samimiylikni bildiradi, oddiylikni bildiradi. Shuning uchun yurakka yaqin deb. Mana shu ko'rsatuvlaringiz ham o'zi shunday samimiy, oddiy va yurakka yaqin. Shuning uchun bu ko'rsatuvda qatnashgan qahramonlarimiz ham samimiyligi bor. Rahmat, e'tiroflaringizdan juda ham xursand bo'ldik. Dasturimiz mehmoniga. Demak, Umar akaga endi savolim shunday edi. Umar aka, demak, mana hozir yosh yulduzlar to'g'risida sizni fikringiz qanday? O'zini o'zi men shunday hisoblayman, uzr balki xato qilayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'zini o'zi yulduz darajasiga chiqarib olgan yoki kimlardir tomonidan yulduzga chiqarib olgan yosh yulduzlar to'g'risida. San'at sohasi katta bir dargoh deymizmi? Hamma qo'ldan kelgancha ijod qilib aytadi. Xalq o'zi keraklisini tanlab oladi deb o'ylayman men. Sen yaxshi, sen yomon deb bo'lmaydi. Hamma hukmiga havola qilish kerak. Hamma intiladi-da, shu yaxshi bir ijod qilsam deb intiladi. Endi sizning savolingizga shunday javob beramanki, hamma bilganicha nima qiladi, harakat qiladi. Xalq o'zi keraklisini oladi. Elakdan o'tkazib oladi xalq. Shunday. Qarshilik qilib bo'lmaydi bu narsalarga. Shuni tushunaman men. Va haqiqiy san'atni, haqiqiy asarni qimmatini baribir vaqt, yillar biladi. Yillar belgilaydi. To'g'ri. Shunaqa qo'shiqlarimiz mana asrdan asrga o'tib kelyapti-ku, qancha. Yaxshi qo'shiqlar bir umr qoladi, yomoni elakdan tushib qolib ketaveradi deb o'ylayman. Va shu o'rinda bitta narsa Laylodan gapni boshlagandik. Eshitish esimizdan chiqib ketdi Layloni. O'sha mana hozir umrboqiy qo'shiqlar deganga esimga tushdi-da. Laylo ham mana shunday umrboqiy qo'shiqlardan bittasi. Keling, bo'lmasam Layloni hozir tinglaylik. Marhamat, Laylo qo'shig'ini tinglaymiz.
ko'chgan edim yodingdan shirin xayolingni buzdim Laylo Laylo seni yoningda birdan ko'rmoqchi edim o'zimni Laylo Laylo seni yoningda birdan ko'rmoqchi edim o'zimni Dilnavozim dilafkorim yoningga uchay Laylo Hislarimni yo'llaringga marjonday sochay Laylo Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Laylo Agar ishqimni rad etsang qaylarga qochay Laylo Jon Laylo Yana paydo bo'ldim yo'lingdan Yana paydo bo'ldim yo'lingdan Yo'llaringda yana bo'zladim Yana paydo bo'ldim yo'lingdan Yo'llaringda yana bo'zladim Bechora qalb seni qo'lingda Ko'zlaringda mening ko'zlarim Bechora qalb seni qo'lingda Ko'zlaringda mening ko'zlarim Dilnavozim dilafkorim yoningga uchay Laylo Hislarimni yo'llaringga marjonday sochay Laylo Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Laylo Agar ishqimni rad etsang qaylarga qochay Laylo Jon Laylo Jon Laylo Jon Laylo Xalqimiz ko'nglidan joy olgan Laylo qo'shig'ini birgalikda tinglaylik. Shundan bu qo'shiqning har bir so'zi yod bo'lib ketgan, katta-yu kichikka mening nazarimda. Juda ko'p xonandalar tomonidan qayta ijro etilgan va har safar oxiri to'kilmaydigan qo'shiqlar. Oxiri to'kilmaydigan, har safar sevib tinglanadigan qo'shiq. Va qaysi qo'shiqni hozir ijro etib berasiz muxlislaringiz uchun? Yodingdan bahor chog'larida. Yodingdami visol onlari Yodingdami bahor chog'lari Yodingdami visol onlari Yodingdami bahor chog'lari Bugun bizni qildi begona Bugun bizni qildi begona Muhabbatning achchiq dog'lari Muhabbatning achchiq dog'lari Kulib
Kulüp kulüp baxtingni uchun qalbimga o't yoqdingni uchun Kulüp kulüp baxtingni uchun qalbimga o't yoqdingni uchun Arzularim aylab sen paymon Qushday qanot qoqdingni uchun Yodingdami visol onlari Yodingdami bahor chog'lari Qayda qoldi ahd ila vafo Lozimmidi shunchalar jafo Qayda qoldi ahd ila vafo Lozimmidi shunchalar jafo Meni qiynab qildi divona Senga lazzat aylagan safo Yodingdami visol onlari Yodingdami bahor chog'lari Yodingdami bahor chog'lari Rahmat. Beg'ubor tuyg'ularni, sof tuyg'ularni eslatadigan qo'shiqlar. Umuman Umar aka yoshligida, bolalikda ayniqsa, keyinroq mana yoshligida haqiqatan tuyg'ular juda ham sof, beg'ubor bo'ladi-da. Lekin yosh o'tib borgan sari baribir inson isteydimi yo'qmi, mana shu soflikdan birozgina uzoqlashib boradi, samimiylikdan, beg'uborlikdan uzoqlashib boradi. Va umuman yosh o'tib borgan bilan yosh bir joyga borgani bilan mana shu tuyg'ularni, mana shu soflikni qalbda saqlab qolish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz? Qiyin masala. Shu tuyg'ularni saqlab qolish endi yillar davomida aytganingizdek qiyin masala. Chunki san'atkorda mana rassomchilik bilan shug'ullanasiz. Bularda masalan ijodkorlarda, san'atkorlarda ko'ngil baribir boshqacha bo'ladi-da. O'shaning uchun sizdan so'raganim mazmuni ham shu. Mana shu soflikni, mana shu beg'uborlikni qaysidir ma'noda ko'nglingizda saqlab qola olmasangiz, ijod uzoq davom eta olmaydi deb o'ylayman-da men. O'sha mehr va muhabbat baribir yuragingizda ijod tuyg'ulari bilan yashaysizda baribir. Shu ijodkorlarda shu narsa bor deb o'ylayman men. Balki qanaqadir o'sha paytlarni, yoshlik chog'larini xotiralari masalan yuragingizda. Qumsaysiz o'sha davrlardan. Endi afsuski qaytib bo'lmaydi, uni yoshlarga baribir davrlarga shu davrlarni eslab yashaymiz-da endi baribir. Shu yoshlik chog'laringizda kimlarni yoki nimalarni sog'inasiz? Qaysi paytlarni sog'inasiz? O'sha yoshlik davrlarda o'qigan davrlarni eslaysiz baribir. Qilolmagan narsalaringizni o'shani noto'g'ri qildim, qilishim kerak degan xayollarga boraman. Masalan, qaytarib bo'lmas orzu, umidlar bor, o'shalarni eslayman. Sirli hayot endi shunaqa. Mayli, bo'lmasam ko'p qiynamaysiz. Bunaqa o'zim ham javob topishim qiyin bo'lgan savollar bilan ko'p qiynamaydi. Bo'lmasam bizda menimcha hali telefon qo'ng'irog'i bor, bog'lanamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat efirga o'laganlaringiz uchun. Mana hozir televizorni shundoq qo'ysam, juda ham chiroyli bir qo'shiq aytilyapti ekan. Men savolim shundan iboratki, muhabbat kuychisi deb tanilgan Anvar Sanayevning faoliyatida, umuman tanilishida amakilarning o'rni qay darajada? Biz yoshligimizda mana hozirgina bir ajoyib bir qo'shiq aytib o'tdi. Shuni eshitib katta bo'lganmiz. Menimcha Anvar Sanayev ham aynan ana shu qo'shiqlarda ilhomlangan bo'lsa kerak. Anvar akamiz boshda maktabda o'qib yurgan davrlarida biz oilaviy ansambl tuzib, shunga Anvarni ham qo'shib boshda doira chalishni o'rgatganman o'zim.
Keyin ara-arada charchagan paytlarimiz qo'shiq aytardi. O'shalar ta'sirida sekin bizlardan o'rnak olib, bizlardan ko'p narsalarni o'rganib, Toshkentga o'qishga keldi. O'qishlarni bitirdi, universitetlarni bitirdi. O'zini sinab ko'rib, mana xalqimiz sevgan qo'shiqchiga aylandi masalan. Endi shu oiladagi muhitni ko'rib o'rgandi deb o'ylayman. Hozir endi tez-tez ko'rishib turasizlar? Ha, tez ko'rishib turamiz. Bir ijodiy fikr almashinishlar bo'lsa kerak hali ham. Bo'ladi, doim bo'ladi. Va hali ham tanbeh berib tursangiz kerak baribir. Yo'q, endi bera olmayman. Baribir endi jiyan necha yoshga kirsa ham baribir jiyan. Shunda. Amakilar tergab turishni yaxshi ko'rishadi, tog'alar, amakilar. Va ularni xalqqa e'tiborga tushganlaridan xursand bo'lasiz. Juda. Yulduz bo'lgani uchun xursand bo'lamiz, lekin tanbeh berishga nima qilamiz? Xo'p, bo'lmasam qo'shiqlardan yana bir tinglaymiz. Eshitamizmi? Ko'rdim yuzingni, qo'shig'ingiz bor bizda. Rahmat. Hijronim qo'shig'i bor. Qaysi birini eshitishni xohlagan Ko'ringiz kelmaydimi? Yana bitta qo'shiq bor buni. Oxirga olib qo'yganmiz. Yakunga olib qo'yganman. Hali ko'rdim yuzingni bo'lsa ham bo'ladi. Bitta sho'xroq bo'lsa ham. Demak, ko'rdim yuzingni qo'shig'ini tinglaymiz. Keyin yana suhbatda davom etamiz. Brazil şerefim var işte. Şundan begona bo'ldim tortib jafoni o'lsam kuyingda qaytmayin hargiz mardona bo'ldim ko'rdim yuzingni devona bo'ldim aqloq shundan begona bo'ldim tortib jafoni o'lsam kuyingda qaytmayin hargiz mardona bo'ldim mastona bo'ldim ko'rdim tushimda shami jamoling charx urib andin parvona bo'ldim ko'rdim tushimda shami jamoling charx urib andin parvona bo'ldim ko'rdim yuzingni devona bo'ldim aqloq shundan begona bo'ldim tortib jafoni o'lsam kuyingda qaytmayin hargiz mardona bo'ldim bir necha yildir yordan judoman bilmay o'zimni har yona bo'ldim mashrabga maysun mayxona ichra kechdim baridan pindona bo'ldim mashrabga maysun mayxona ichra kechdim baridan pindona bo'ldim ko'rdim yuzingni devona bo'ldim aqloq shundan begona bo'ldim tortib jafoni o'lsam kuyingda qaytmayin hargiz mardona bo'ldim
mana yor filmidan sahnalarni qadrdon samarali foydalanilgan. Demak, biz efirdamiz va Umar aka baribir yoshlikdagi ovoz boshqacha bo'ladi. Shunday yoshdagi ovoz gullagan paytingiz bo'ladi-da. O'sha avjlarni ham bemalol olasiz. Baribir davr o'tishi bilan hamma narsa sekin orqaga qarab ketaverar ekan deyman-da. Necha yoshsiz mana shu qo'shiqda hozir? Shu 35-40 yoshlarimiz keladi, shunday to'g'ri keladi. Gurkiragan Va paytlaringiz. qo'shiqni eshityapman. Agar bu qo'shiqni ko'zingizni yumib tinglasangiz, go'yoki Anvar Sanayev kulayotgandek bo'ladi. O'sha ohanglar, o'sha nolishlar. Chunki birga olib yurganman Anvarni o'zimizda nimada, ansamblimizda. O'shani ta'siri bo'lgan, o'sha mendan ham unga o'tgan deb o'ylayman-da. Baribir ta'siri bo'ladi-da, eshitib yurganingizdan keyin o'sha qanday odamga yuqar ekanda. Yo'nalish.